Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim to'liq Xamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda. Hammalarningki men adam kirishni saqlamay o'tirib salomni boshlab etdim, gap qilishni. Qarindoshlar, mendaq gap. Bu yerda men sizlarga bir necha nuqta to'g'risida so'zlab o'tmoqchi. Nima nuqta to'g'risida desanglar, yana shu bizningki Uyg'ur imonliq, insofliq, mustaqilchi, bizningki muhojiratdagi Uyg'urlarningki diniy imomi diniy shu 30 parqlarni yodlagan, musat o'qigan Bilal İbrahim Türkistani akimizni Rabia Qadir Uaya onundan keyin Mao Nimo Uaya onundan keyin Murat Ataman Nurmamat tugab ketgan rahmatlik Turkinaymi Erkinaymi Rakkisada tugab ketgan. Shuning yo'ldishi bir qism 50 ga yaqin odam iftorlikka chaqirib bu yerda mashinani parkeringni mandaq ashadin boshlangan jidalda bu mashkanninki qaraysan o ko'zimga terrorist deb aytganda bilalkamni andaq mandaq deb shundan bilan birinchi bo'lib u mushni u yerda shu Noritulkani inisi uribdi uni. Uribdi uni to'mirlarni tiqib etibdi, izvitdi bir yerlarni. Ondan keyin u qilgandan mana xeylar guyishlari yerilib ketgan. Hozir bu narsani to'g'ri taqish qo'ymaydi. Hozir advokat tutibmish ishni jiddiy hal qilish bosqichida. Ammo azkundan keyin ba'zi bir video narsalar undan keyin ish hal bo'lib bo'lgan keyin WhatsApp to'plarga yoki bir yerlarga men advokat tugdi endi sosyal media qo'ysang bo'ladi yoki endi o'zingni xalq tushundirsang bo'ladi deb nim qilgandan keyin men Bilal akamning o'zining ruxsatini olgandan keyin taqdim. Uninggacha bu narsalar o'zimda bor. Shu Bichara jinim Bilal İbrahim Türkistani akimizni qarindoshlar 15 yillik 12 yillik hayotini Noritulkidan olim seytib terrorist deb demokratchilar chiqib Anvar Yusuf Turanining kayni turib shu dadimizningki mustaqilchi bo'lganlik uchunga gapini anglamag'ashqa qalbig'ini kiygizib bu akimizni shu yer yetib qopib endi ba'zi bir iliq Amerikada bir narsa bitmas ishlash nimasi bo'lmaydiki tishini tishlab ashbala ashani nurg'ulg'an yosh Uyg'ur bolalarningki yoshlarning nikosini o'qib meyitini uzitib o'lib ketgan shu ba'zi bir akalarimizni o'tgan akalarning uylari Qur'on tamom qilib ashundaq bir qilib kun kechirib mustaqillik yo'lida tavranmay to'lqin aysag'imi o'shchaqda degandi. Sizlar Sharq Turkistonning bayrog'ini oqinglar qo'yib turib, nima deb avtonom talab qilisizlar deb tenvaldi to'lqin aysa. Men bundaqlar bilan bir sabta bo'lmayman dedi. Kommentarlarda men xayirlarning namozini tushamayman dedi. Bu to'g'ri gap, qarindoshlar. Bu to'g'ri gap. Bu xayirning namozini tushiramdi, u o'zining ishi tushiramdi, tushamamdi. Mushtaq qildi. Men mushu chunki bu ishni men bilmay qarindoshlar. Men yerim kechida ishlab o'tdim idorada. Telefon qilibdi menga. To'liq hukam yerda sal nim bo'lgandan keyin mushta dedi. Ma'qul akamda telefonni urib, menga to'xtabdi, men yana bir nimaga qilay deb, men Samsung telefonga telefon uribdi. Oladigan narsani ilib oldim. Undan keyin menga bir necha videolarni aytdi, mishallargan ay güçler yerli gitdi, meyeler umi yaptı tayoqni, beshida u urgan tutsa. Endi bu tandigan ojiz narsa menda yagimda tegib ketsa, o'qmida yerilib kes qondigan chiqib yuz ko'zgani birla oladi. Otdingmi, o'g'alval bo'ldingmi? Nima aynondan keyin qilib, Murat Ataman degan ko't jalab xotinning valasi. Tashlab etinglar axlattunga debdi. Öldürüvet, taşlıvet axlattunga deb. Ey, iştinin valisi adam bo'lmaydigan milliy munofiq. Sening ening Dilshod vatanning ichida turbatlarda shu chivodiki turbat qurib
kuchkartib nurg'un Uyg'urni tutib berdi, munofiq. Sening inang, men senga deb qo'yay, bir qahramon emas, o ko't inang, men senga deb qo'yay. Diyorim turbitini qurib, butun hammasini kuchkartib, Chivodagi butun yosh o'g'il bolani ashadi, nima qilg'izib, choyxona qurib, ashna qilib, sening inang, turmada deysa, munofiq. Men senga, manda qildim o inang. Manda desam, yo'q, mening inim turmada deydi. Men sen agar iningning ko'chidligini isbotlab bersam, qanday qilsam, fukam mening telefonimni FBI'da ishlayman, mening FBI'ga dongaytib qo'yib, qo'ngan kaltak qo'ytirgan go'siningki men sen deb qo'yay. Ashunda deb, ashumu xalqning balasi, tushundingmi? Ashumu bir ona bilan Sharq Turkistondagi bir dadininki bir ananinki 9 ay 9 kun qo'zaq ko'tirib, kechalari aşı Bilal İbrahimning qo'sqashgan chog'da anasi yerim kechalarda sut berib, papilab beqib, mushu balamni mushu millatning shu dinimizniki qilay deb Misrlarga chiqarib o'qitib, qilib gunoh san xalqninki maydonga tapdimi ash narsa? Rabia Qadir degan milliy munofiq. Sen Kanadadagi Abdulaziz degan o'g'lingni menga sapsa, men varaqchaligini chiqarib etmay uning kendini ko'rib qo'y. Nomus qilmaydigan demokratik Xitoydan oldi, qo'llarini ko'tarib, sen onangga skey. Og'zimni buzib etib bar munofiq, sen Jongnan Xayning ichida ikki putingni boshliqlar ko'tarib bergansan, opang sening Vangjingga ko'tarib bergan, men senga deb qo'yay. Paskini rasva xotin, ashu balani ashda qildinglar, to'zaq qurib, biz janchikasimi, qanchikasimi mushu ishda tushtiramiz. Bilal akamga yigib bo'g'inim, yigib bo'g'am meningki. Arlashqan mushishqa. Numus qilmaydigan, rasva güning baldiri, adam bo'lishim, adamning qiladigan ishma, ulug' kunlarda. Adamning qiladigan ishma shu. Ashumi xalqning a'toliq balisigu. Aqasingning ashad namozini tushirib, ism qo'yib, Qur'on tilovatini qilib qilmadimi? Tan ko'chisiga nurg'unlagan siz Xitoylar, mehnat qarib pul yeyotgan, Fushichodak sanqaqni boshqarayotgan munofiqlar. Allah balaringni versin, ashular pitib ketyapti. Bir Bilal İbrahim Amerikadagi 40 kvadratni chiqmaydigan 40 pinfang chiqmaydigan masjidning ichiga 100 pinfang chiqmaydigan bir yaga bir 3 yig'izliq uydak bir masjidning ichiga patmadimi? Patqizishamidingmi? Texim men akagantim Misrdan, Rabia Qadir, sen Uyg'urlarni indigenous people qilibatding. Sen ashu 62 battar zumrat edimizgandek avtonom tillar men bu narsalar kirmayman, uning hisobini zumrat edam olaman dedi. Sen ashu Umar Qanot orqali o'yacharp orqali kishilik huquq nimasi orqali nimalarni ashu Uyg'urlarni indigenous qilib bevosita dunyo Uyg'ur qurultoyiga bog'labatding. To'yishma atamsa, Xitoy kompartiyasini olsa pulni, Arab birlashma xalifaligidan olsa, Dunyoya Sharq Janubiy Osiyodagi islom allaridan olsa, Turkiyada Suriyaga odam silib, Tokatay Abdulhamid degan yaxshi uchun qilgan mingit qarimga men birinchi qitim haqorat qilishim meniki. Ashta Sofi inshoning ballarini salisa o'tganda indigenous people deganga Nuri Turkiya chiqib javob berish kerak dedi odam. $500 urib berib ekansa, atis chiqiblar. Yerlik millatga, yerlik millat bo'lsa, Uyg'ur yerlik millat bo'lsa, chataldagi Xitoy o'qituvchilari, Xitoy tashkilotchilari, Xitoy demokratchilari nima deb $1 milyard 500 milyon Xitoy xalqini indigenous qilib bizlar Sharq Turkiston talashmaydi. Yo'q, bular indigenous emas. Bizmi indigenous? Bu indigenous bularning yeri olib qoldi deb nima deb ular o'zini indigenous qilmay, bizni indigenous qilib qo'ydi. Jinim Uyg'urlar, kallanglarni ishiltinglar, unda qilmanglar. Ma'va ma'naviy anan deb ketib qo'ysizlar. Bu ma'naviy ona emas, ma'naviy jalobmi bo'lolmaydi bu. Jalobmi-chu bir bolasini boqidi. Ya kuyimchan bo'ldi, ya uning uchun bir tarixi ko'chiq chiqtirib mala degan ishbas ashaddi shayton vaynun do'zaxninki mahsulotlari. Jinim qarindoshlarim. Bilal İbrahim Türkistani bir dindar bir imonliq balaga chiqib, ikki qiz gaqiginim bo'lmabdimi meningki? Mening nari xato uningki. Ikkinchi tema Abdulaziz Kanadadagi
Süverek. Seni Abdülaziz Süverek dedik ya Kanada'da. 2006 yılı kilip Türkiye'ninki İstanbul'daki Taksim'deki Humbingo degan restoranda kaç kuchuşu yok. Konsulun adamlar kirib tamak yetdik. Şu yerlerde soğugozchilik uyg'unib, undan keyin avu Zeynure adashninki singlisininki aşı adamlar eşek aşxası eşek kirib ishlagan bo'lib, o'ttirliqda aşı nimalarda qapti ekansa, ko'chalarda qapti ekansa, sana akirib pul versa, tamak versa, hunar versa, seni qo'yniga olsa, qizini bersa, nima dedim? Men tunugun bir narsani xatolashibdiman, qarindoshlar, men oldida o'tib qo'yay, tunugun achchig'imda men bir gapni xato qilib sapdiman. Men achisini o'ynab, hadisini singlisini o'ynab debdiman. Men demoqchi o'g'lim asli. Sen ashu undaq emas asli. Sen ashu bergan, tuz bergan oilaninki onamni tillamayman, men onamdek odam tillamayman deb, ikki balangninki onasini tiliding'o, jalab deb tamg'urding'o. Ertaga xalqlar baldiri cho'ng bo'lsa, jalabdan olsa desa, nim davatsa, dadang ashta deydi-ku desa, u tamg'ini savurgan bo'lmamsa, o'zingning qiynadisiga haqoratlan, tuhmatlan chaqlab Zaynoraga. Ashu nima qildim? To'g'ri, men Dilyorga material avatib berish uchun Dilyorni qarlab nim qilgan chaqda akilar menga bera o'sha ayolninki Xitoylar bilan tushgan rasmini deb men sendan so'radim, to'g'ri, buni davolayjimi? Yani demasam, yani sen meni yuzimga yetib, sen anda ish ko'zmichilik qilding dema, men ish ko'zmichilik qilmadim. Men avu seninki xotiningninki ballarini, sen ballaringninkini onasini jalab deb tilading, o'zingning qiynadingni, muajiratga Uyg'ur xotinlari chiqmasmi manda lataga tegmanglar. Ko'rgansizlar, o'zining xotinini ikki bola tug'ib berganini jalab deb tiladi shu. Azilak. Texma ayada o'ynagan, mayada o'ynagan, voy cho'pchi g'uljuliq, muz chekadigan g'uljuliq. Muzni Rabiya opangning maydasiga qo'yib, tungilkin tiring qilib qo'yib, yo'qmasa qo'ngini do'ng'aytib qo'yib turib, ustiga qo'yib chekdim. Gapingga ama ko't, men-chu qarashibsa tamakimi chekmayman, tushundingmi? Lataqlab qo'y, xalqdan qalaymiqan gapni anglab berganing bilan materialing hamma narsang tushyapti seninki. Kanadadagi sotingning qog'ozidan tortib, Turkiyadagi sotingning qog'ozidan tortib, hamma narsani yig'ib bo'ldim, men senga deb qo'yay, tushundingmi? Sen davlat atlab zo'ravonlik qilma, davatsa Shvetsiyaga atlab kelib, men senga deb qo'yay. Seningmi qizing Turkiyaning nariga o'rlashtirib etding ayoli bilan. Menga birnim bo'lgan kuni seningmi yo'ndiklaringga nim bo'ldigini qonun Shvetsiya davlati mening ikkinchi mamlakatim. Men Shvetsiyaning qonunini hurmat qilaman, Shvetsiyani yaxshi ko'raman, Shvetsiyaning qonuniga sikay dedim. Men mening ikkinchi onam, sen mening onamga haqorat qilding, sening Shvetsiyaga kirish huquqingni men ip tashlab o'taman. Tushundingmi? Shvetsiya hukumati menga panohlik berdi. Men garchi Shvetsiyada ushaq ancha-muncha sho'xlik qilib qo'ygamsam, menga pasport berdi. Shuningga men 10 necha yil tinim topmay ishlab başlab, men o'zimninki bir Uyg'urninki mishada lamzanda emasligini, to'g'ri, bak yuqoriyalar ishlab ketmasammi? Bak yuqoriyalar ishlab ketmasammi? O'zimning bir kishilik Uyg'urninki nimamni ato qilib, men skatlar kitayda bajidarsiga tushdi. Qaysi millatning qanchalik başlatdi, kim sosial yetib oldi, kim nima qilib oldi. Men o'zimning bir kishilik mushi ikkinchi ona vatanimga o'zimning to'kpisini qo'ydim hozirgacha. Tushundingmi? Sen meningki WhatsApp'ta meningki o davlatimning qonuniga haqorat yetkazgan sening hech qanday haqqing yo'q. Tunugunki videolarimni shunda taqtiqqa ishchi bilib qilgan o'xshaysan sen. Trapning qizimi necha million dollarga shu ablaman bilan yot. Sen bormi? Sen ko'p sap berganmisan Trap apandimninki qizininki ishlarda sen bir cho'ng yaladin chiqib ketsan qanqa so'g'ozchi qo'y. Xotangda dasmal o'yintirgan, cho'mish o'yintirgan go'y. Trump efendim bizga irqiy qirg'inchilik deb qonun chiqarib berdi, Uyg'ur qonunlarini chiqarib berdi bizga. Bizga nurg'un sharoitlarni yaratib berdi. Trump efendim, Mike Pompeo efendim, I believe this genocide deb. Uning agish nurg'un davlatlar chiqadi. Ashularni o'ynab ketib atdi. Hozirgacha irqiy qirg'inchilik degan narsani og'ziga olmayotdi.
Ben senin buraya namaş qilib baqqaningni ko'rib baqmadim. Kar. Podaqmi sho'yliqi, Yilizayti, Mirzayti degan mu? U mu chiqyapti? Bir Sharq Turkistonning nimasini qilmaydi? Robiya onasini dastak qilib, Robiya onamga mo'mayga andaq mo'mangning ana manasiga sikay. Jalabdan valisi. Tushundingmi? Mo'mayga andaq qildi, mo'mayga mandaq qildi deb aşı Robiya Qodirni nim qilib turib, o'zini padazlayotdi. Hey, ishplas. Senin apangninki o'lik qilib teshidi qoladi. Namozsiz ketib qoladi u dunyoga. Bilalkam aşağıda jinim bilalkam aşağıda apangning namozini tushirib, yerlikka qo'yib to'rt odamni apirib qilgan gunohi bor. Ashunimi Bilal akangni patrima deb baqding, ashningga esilib baqding. Enver Yusuf Turani'nin ballarıga esilib baqding, Dilyarga esilding, Dilyarning ballarıga esilding, İlşat kamga esilding, Nijat Turg'unga esilding. Uning oldida qurultaydiki hammasini tillab chiqding. Ona oyalang andaq qildiki seninki ash Saydi Hamdullah bilan danqatga mehridiga achang butun uchini sang ta'minlaydi-ku, men deb beray. Ayliq uyga heptir yig'ib xotinlarni. Butun Gollandiyaninki o pul nereden keldi? Meni basul mana sotqa mana ism bilan dedim deyin danqatga mehridiga achang deb turib. Oy umuqum deb turib xat yozdi-ku. O'zingni bilisizlar neredeki umuqlar ekanliginglarni. Aşında turib, ey, Abduvali yasanga esilding, ey, vijdonsiz go'y, tuzkur munofiq. O Fatima deganning ikki qo'li bor, Amerikada yashatir, ballari bor, bir yer kofiladi, tozliq tushirsinmi, yo kasada tutsinmi, birini qilib o'qisa bo'ladi. Amerika nurg'un o'qiyotganlar bor. Turkiyadimi-chu, chayxonlarda, yo oshxonalarda ishlab jinni boqayotganlar bor. Qo'ngni berib qo'ydi-da, rozi qilib qo'ydi Fatimadan. Shuningda eslib qolsa, shu nadinki desam. Shu Fatimadan. Abduvaliyasiga axlattingdan ashushi joyida emas bala. Biz to'rga chiqib tilanchilik qilib baqdiqmi? Biz birisidan so'rab baqdiqmi biz? Biz her ayda özümüzden pulini plan qilib, ma ayda ma nasrimni to'lib etay, ma ay maskildike hada, ma ayninkini ma qarindishimiz qilsin deb biz özümüz to'rga chiqibdik, birisi yordam so'rab baqmidik. Ana Abdulaziz degan akang var-ku, qara, $1000 berma, men Ramazonlik deganda olmadik. Bizning hatta pul oladigan chaqdimi qizil sizoq bor. Biz unda pul ko'migan, unda qalayimgan haqning pulini olmaymiz. Tushundingmi? Aşı bichara balaninkini, aşı yeshnimini bilmaydigan aşı aciz balani qilding. Yo'q, bir xotinga pul yig'ib beramsan, o'zingning ishi. Lekin sen Zumrat adashga haqorat qilding. Ballarga haqorat qilding. Singlisiga haqorat qilding. Norvegiyalik achang orqali yog'on fichirni elib. Sening hamma narsan qonun sistemasiga kirib ketdi. Abdulaziz, sen unda nochilik qilib ketma. Biz vaqo qarama, yo'lbosdan vaqo bizni shumliq, zumliq degizdan qilyaptiq. Tug'liq Hamid, Zumrat Tursun delanmaydi, tushundingmi? Nim bo'lganini o'zi biladi. Tak. Excuse me. I am police. Qo'ng'aga paturdi deb kirdi ashi. God bless you deblam. O'zing bilasan-ku, Mirzat yo'lbasa? Nim bo'lganingni. Shuningga shumliq, zumliq deb yozsa, ammo sen qonunninki hamma nimasiga kirib bo'lgan. Tushundingmi? Mundaq nima? Anondaki Abdulaziz, men sana yana bir qaytim deb qo'yay. Robiya onang var-ku, qara. Sen Robiya onam deb ketsa, sening dadangning dukunning 2 oylik ijorasini ayni vaqtda sen shungiz ko'tarib atganmisa, dadangninkini ko'tarib atdi. Ma onang xoin. Ma onang millatni indigenous people qilib atdi. Ma onang setib atdi millatni. Tushunding? Tushunmagan bo'lsang yana bir qaytim deb qo'y. Robiya Qodir xoin. Men yağan gap qilsam, Ro'z Ramzon eqib ketay, u dunyoda vaylon do'zaxda o'tib ketay. Men sizlar uchun o'tin bo'lib beray, kuyib u dunyoda. Qarindoshlar, unda qilmanglar Ro'z Ramzonda. Bilal İbrahim Turkistonini nima shu Robiya Qodir qilyapti, ashi balani. Qaqshimay qanday qilma. Uningdagi Abdulazizni bizning ichimizga selib, mandaq deb bizning ichimizga kirgan bo'lib, hech qanday kuchir ololmaylar. Oyog'lardan mirzatlarni tillab baqdi, uningdagi chiqib biliblam.
Voy andaq mandaq g'uljiloq solamchi andaq g'uljiloq. To'g'ri deysa, g'uljiloqlarning ichidan bek nacharlar bek chiq baka. Menmi ko'rib hayron qoldim. Voy men degan Urumchilik biz anda men u seninki yurt vazliq jidlan kirmayman. Mening Urumchilik ne isil og'aylarim, akalarim davlatlarda ne qarmayın. Masalan Bilal kammicho sanjilik qara. Bilal kammi sanjilik, mening sanjilik og'aylarim bo'lgan. Tuqqanlarim bor. Bilal kammi sanjilik qara g'uljilik emas tushuningmi? Lekin biz Sharq Turkistonlik niyati durust, ash to'g'ri yo'lda mengyotidi deb turib uni qo'llaymiz, uning ega chiqimiz, uni asraymiz. Ya biz vatanning ichidagini qo'g'danmayapmiz, vatanning teshligini qo'g'danmasak, qo'ngning tuki olmamdi. Ha? Sen ashta qilib meni yurtning ichiga akirmoqchi, shundami? Men Urumchilikdan tillasam, hozir men da'vo kuchayib ketdi. Yosh balla uyg'onib ketdi, qarmayliq balla bor da'voning ichida, otishliq balla va qashqarlik balla va yurgi ko'ydigan. G'uljilik balla va Urumchilik balla va sen mushning buzg'unchilik qilish uchun anda çöpçü g'uljilik, manda çöpçü. Men tillamayman Urumchiliklarni xotirjam bo'l. Men hergiz tillamayman. Men aşı odamning o'zi bilan deyishim. Sen o'tganda hatto Aqso'liqlarni mi tillading? Aqso'liqning nachari yo'q bu deb. Ya bu to'g'ri, chatalda sap Aqso'liq jiqgamış qurultayning ichida kalpillik, shoyaliq, kalpillik, shoyaliq. Ayamiz kuku guylarga. Qanday qilamiz? Ashni tiqib etibdi endi go'ngsandami. Lekin uni deb hamma Aqso'liqlarni tillash bo'lmaydi. Bizning ne yaxshi Aqso'liq adlarimiz bor, akalarimiz bor. Shunday ish kuydigan, millatni yig'laydigan ular bor. Bir odamni deb hamma odamni tayoqda aytish kerakmi? Sen endi yurtchidilni chiqarmoqchiman Abdulaziz, vaziyat tushdimi sana? Ha? Xotiningning bolalarni jalabdan qilib tilavatdan ash bichara qizvalini, bichara adashni yig'iltibsan. Urib bolalaringning xotinini, qizval qilib ayol kishigimni qo'l ko'taramda go'y. Ha? Xudoning rahmati bilan ulug'ay ulug' kunlarda sen mening qo'limga chipsan. Tushundingmi? Sen Aşı Zeynur adashlar mening hech qanday ishim yo'q. Mening hech qanday bir tuqqandachilik ham yo'q, mening hech qanday axlovatim yo'q. Men mayada ikki balning anasini axlovatimi. Anandan keyin qo'pib men adangnimi sening adangnimi o'ynagan anda sen unutib qolgan bo'lsang, Ramazondan keyin men Bilalkamning ishlab tutgandan keyin sening narsalarni bir taldan seni aslatib o'tay. Sen unutib qolgan bo'lsang, peqir mana men bor. Tushunding? Qag'iniga Vay qungangni bir mo'j bu Zaynurani onda qilib etime, bunda qilib etime, onda. Odam avatibdi-ku Kanadaga masjiddan chiqmay bir oy yetyapsan qungni tikgo'y. Ha, oshinchilik no'chkansan sen. Tushundingmi? Sening o 20 necha yosh vaqtdagi qiqqas vaqtlaring ketdi. Sen menga birni qilsang, men senga 10ni qilmasan Kanadada, men Turkiyaga birdan ishi borman. Kimni izlaydiganini bilmayman, tushundingmi? Sen undaq narsalar bilan meni qo'rqitib, Shvetsiyaga boraman, unda qilma. Shvetsiyaga kelib meni tillasang bo'ldi. Lekin Shvetsiyaning qonuningizni sikma deb meningki ikkinchi ona vatanimga til takkizguvchiman. Menga mushu davlatning pasportini berdi, mushu davlatdan nantip yavatime, mushu davlatdan topgan pullarimga ojizlarni yo'lavatime, vatan da'vosi uchun azdir ko'pdir. Azroq o'smi foydam mushu davlatdan topgan puldan men vatan da'vosidagi qarindoshlarga yordam qilyapman, ojizlarga yordam qilyapman. Shuningga seninki Kalkini Shvetsiyaga. Kima? Xo'tni joylayman deb baqding, yana birsini joylayman. 10 ming dollar berma deb baqding, olimga deb baqsang, hukm Zumrat Tursunga deb baqding, men demedim. Nimishga? Men unda gaplashamayman, gaplarni demayman. Unda muhim maqsad vatan davosiga tema bo'lmasa biz kirmaymiz do'stlar. Olim bilanmi shu olim Nijatnoma kimligini mi bilime? Mening enim bilan parallel o'qigan o'ljida. Men undaq narsaga kirmayman. U sizlarninki u o'kinish bir nimalarni qilib, kayningdan qung'ongni o'riblam tishlab, odam tishlasang-ku, sen vaqtni o'tkazib, tuydirmay turib, vatanparvar bo'lib, anaqdekin qil. Men nima yomonlik qildim? Akin chiqib Tibetlarning mustaqilliklarning yig'indi Independence we are not part of China. Independence for East Turkistan deb azroq leksiya so'zginga parlament aldir azroq nim qilganimga Arabiyanlar o'tiramay qopdi-da, shu u yerda Shvetsiyaninki eng o'ng qo'l partiyasi bu yil barliqqa keladi. Shvetsiyaninki eng
Xitoyga mı qarshi eng qattiq partiya Xudoyim buyursa Shvetsiyada barliq keladi hamdi. Shvetsiyada hamdi ishlar boshlandi. Irqiy qirg'inchilik chiqdi bu yer Shvetsiyadan. Xudoyim buyursa. Chiqmasa yana yoqamga eslayapmanglar, ammo tirishyapmiz. Shamollar kelyapti. Bugun 12:20dan 12:20danmi? 2:20gacha Shvetsiyaninki tashqi ishlar ministrligini akab qo'yib, hukumatninki o'tibchi partiyalar doпрос qildi. Nimishma bu? Chiqamamsa bislutni qilmamsa deb muzokara qilmadi, talash tortish bo'ldi. Muzokara bo'lgan chaqda butun narsani ochiq qilib, beshimizga kiyimiz Uyg'urlarni. Pul verib bo'lsa-mu bir odamlarni shu o'zbeklarni olsa Uyg'urcha sandirib akab bo'lsa-mu shu chiqib mayli qilib beringlar deb. O'zimizning Uyg'urlar baklavoz ekanmiz. Ajoyib ko'nglim qoldi meningki. Ajoyib ko'nglim qoldi meningki. Ajoyib cho'shqining burundan tushgan Uyg'urlarimiz bor ekan ba'g'u. Men hayron qoldim, men chet elga chiqib bundan nachar Uyg'urlarni ko'mabman ekan. Asos qatlamninki ba'g'u tanlab nomer qo'yib chiqib ketdi ekan mana ba'g'u. Mushu narsani planlab, mushu narsani qilib. Shuningga u onangni oqlab ketma. U onangni bir jalab deb ketsak bir cho'ng narsa emas, u shundoq shu. Uning onasimi shu vaqjim bilan yotgan. Ben sana deb beray tarixini. Uni biladigan cho'ngdorlarimiz, bularimiz bakjiq. Kurash Kusanappanim, Rabia xonim undan qilmayli, men millat qirilib ketdi desiz, unimay oshnimni o'ltirib etdim. O'tir Osiyadagi qotillik deyiladi, sening qo'ling bor. Uning farzandlari tek o'lib qolgani yo'q. Yashayotdi, sendan qisas olamizda. Endi qo'pib Sharqi Turkistondagi 40 million Uyg'urga lagerning eshigini ochadigan cho'ng bir eshikdan birini ichib qo'yib, Xitoyga lagerni so'lig'iz etib, to'g'ri, agar bo'lsa Bilal İbrahim Turkistonning ichki bag'rini Xitoy tutib oladigan bo'lsa, sug'urib oladi. Xitoyga vakolatan vazifa o'tab berishdingmi Amerikadagi guylar? Iliqi Murat Ataman degan. Umushu xalqning ato'liq balisigu, munofiq guylar. Mening ashu bir imonliq balaga Ro'z Ramzonni chiqqanim, Abdulhamid degan. Anangni narim qarma seninki, narim qarim. Ashu balani qarlab bayonot e'lon qilding, munofiq. Sening menga Nabiy Jalo bilan munosabatingni bilmamdim men. Sening nima ishlaring bor, vatandan tatib sen chatalgacha bütün odamni ashu yosh bolalarni Daesh bayonotchisi Tokatay qarimsan. Tungas mansang nazurgumga tushgandek jalobdan valasi. Qarimliqingni seninki, tushundingmi? Sendekmi qarim bo'lamdi? 30 bar Qur'oni og'izlaring maymoq ketibdi, guyning valasi yosh bolalarning tatib ketibdi. Davetlerin vağı tatip gitti. Möşte olup gitipse koyma ağzın kuluğunun tüyü kiley dep kaptı. Onun bilen podak bilen maslışıp yüzüp giderkense o podakın vağı qara. Ma Bilal İbrahim Türkistan'ı mescid qargan bolsa, Uyg'urlar namaz o'qigan bolsa, dua tilovat qilgan bolsa, podakın Xitoyning qimoqxonasi qarab bergan. Mana sen bilib ol. Mirzat Ilzat degan shu ufkan, shu Xitoyning qimoqxonasi qarab bergan. Tushunding? Ma'u masjidni qo'ydigan avu qimoqxonga Xitoyniki qarab bergan. Sen meni bilib otamsan. Tukatay. Jurning üzülüp ketar, jang mashina urib ketay. Xudoyim, Xudoyim, shu ko'ryapqanmisizmi shu kunlarni? Jinim Bilal İbrahim Türkistan akimizni mushta qaslibatli qarindoshlar. Men to'liq isbotlar bor, azroq vaqt kutib turinglar, bir sotning natijasi chiqsin. Unda qalaymiqan gap qilmanglar, hech nima bilmay turib so'zlamanglar. Men Madina bog'dan shu bag'an chaqdim boshlab men buni deyilgan aka ovoz qil. Aka menga telefon qilib, aka menga qilib. Oldin qaytdimmi shu men shu Madina bog'dan buni ashtaq payzin buzvat, kayfiyatni buzvatgan chaqda men chiqdi isbot bo'lsin deb naq maydon qilgandim. Men gaplarni qoldiribdi. Men gap qilgan chaqda bir tal to'g'ri belgi menga mangmadi. Ashbal turma kirib ketib qoldi men. Aningdek kenim qilgan chaqda bütün narsalarni akama ilib oldim bo'ldi, saqildim deb bo'p, atdegan qo'pib qandaq bo'ldi aka saqchidan darhol qo'yib etam degan desam, qo'ymabdi.
Şunda ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Zumrat adamga 2 minut chiqlayotdim. O'pkam o'rib, mashak uyqum kelib ketdi bo'g'im meningki. Aşuningmi turmush qurib, aşuningmi balaliq olib, aşuningmi bir hayotning lazzatidan eng mushtaq vaqtlarda qiladigan vaqt. Mirzat degan lamzandi go'y. Sening xotining bor turib, yana bijnasan bor turib, masjidga do'qinaysan kelgancha lopir mayna chochlaringma. Bilal akam qarab baqa kostyum deganni qatirib masjid tutsimi, o'zini manda tutadi. Ma degan insonniki, iymonninki, dinninki, odmiylikninki, insonlikninki, pokizlikninki bor. İçidan chiqadi. Jup o'zini tarab, saqal deganni qilib, chastik, Sharq Turkistonniki kolistik deganni taqab, ashak berib, ashun tamig'ini yapsa, voy rahmat aka deb. Endi qo'pib, ashuni ashinchilik tillab, ashunda haqorat qilib, qisib o'tiribdi 5-oyning 25-kuni sotdan natijasi chiqdi yoki o bo'ldi. Ablaziz degan qo'yma, senmi xotiningninki bir muchki balangning onasini bichar ayolnimi ay. Sana nimalar qilganmiz ki bal tuqib berdi-ku? Kötüy. Bizmimda biraslar arilib kelsam, chiroyli arilib demaymiz gapini yo'q chiqib. Merhaba tursun sen manda depse o bo'lgan isboting manda deb. Bijmo'sh haqiqatim qo'nqisib o'tadi o'zing turibdi. Advokatim deydi, nima qilib bu shaxsiy ishlaring seningki o'ndaq-mundaq işte bo'lganmi dedi. Bir qizollarni arilib kelgan, texman o'ynagan. Onangning nimani o'ynaganmisan? Nimani o'ynagansan? O'ynagan odam ashta qilamda. Onamni jalab depse, anda depse, manda depse. Sening onang emas u. O ma'naviy onasi, men Uyg'urning beshi deb shu yillarda chiqib elib, shu narsani qilg'ashqa bizning sen kimding uningdan hisobot olgan? Men degan shu xalqning ichidagi bir tal xalq vatandagi og'uzlar chekayotganlarningki zuboni. Men nima ish deb so'raydigan mening haqqim bor. Chunki mening ota-onam shu indigenous kategoriyasiga kirib, shu turmaning ichida tarbiyalanyapti. Tushundim? Ma'ni. Shuning uchun mening so'rash haqqim bor. Vatandakilar dalanmasa biz deymiz. Sening nima haqqing bor? Sana nima deb javob berdi? Javob berdi. Pulni olgan, bergan, rasmlarga tushgan. Ayni vaqtda bayona deb bilmay. Nima bo'z qarshimga chiqsin. Sotqa arzi qilsin. Nima narsalar ekan, suytib turishlar bilan so'ltibatdiq. Odaning ismligini tushirib bergan deb, anaki 11 million munofiq deb qurultaydan qo'ng'otib chiqarib etsa, ashlarni set, sabdashlarni setyapti. Mening beshimga ashta kun keladigan bo'lsa, mening beshimga ashta kun keladigan bo'lsa, men ota-onamni men hozir etib etaman, Zumrat Tursunning ash toptiklardan ner tursa, mening tursa desam, men vatanga turman, men senga deb qo'yay, mustaqillik turman. Mayli, men o'kim Zumrat adamga dedim, men ras bu jondan jaq to'ydim, men mushlar bilan mushu yo'lga kirib ketay bo'ldi. Ota-onam ashdan uchun men baq qiynalib ketdim. Sheytlan bo'lib ketdim, ashda deb tilaydigan bo'lib ketdim oxirgi vaqtlarda. Men bo'ldi edi dedim. Men unda sabdashlarimga yuzsizlik qilmayman. Men unda 1 so'm pul emas, 1000 so'm, 10 ming so'm, 100 ming so'm uchun bu qaraman do'stlarim bilan unda yuzarishmagan, qo'ng qayrishmagan. Meni shvetsiyaliklar obdan bildi. Shuning biroz chiqib, ay, andaq-mandaq demaydilik. Nada tilaydiganlar olib chiqirning, cho'ng olib chiqir. Kurash ko'sanninki singlisi. Tazitillab beradigan, tazini hamma narsa qilib men o'tdi. Qadar shatrayishning zulpiya bavdun, mehribon niyoz. Shular tilaydi shu demishga, ularning aramini buzib etdim men. O'zingni ishki baltiq bergan xotining ashning ash Zaynuragim haqorat qilib, men seni unda qildim, munda odam emas, hayvon go'y. Ashumi qiladigan gapma. Sening tarixingni texa hamda kiraman ekansan ku Turkiyaga, men vizit berib, unda qilmay, u bu deb. Voy kappaq ko'ramiz. Senmi tex chaval dokumentlar yurgan, yerim qarmoq bosgansan-ku, mendan. Mütəddəqə jiroq tuturib elib, bütün bir dövlətdən dövlət atlab zoravallik qildigan, bir dövlətin qanununu sikmədiydigan sen kimsən? Sen xata çağlab qapsan, sen xata adamga islib qapsan. Men kündün sen to'g'risingda naq maydon qilaman.
Aramın seninki müş Bilal akamның işi nim qilgachaman. Aqaysingninki kunni qag'ayman. $1000 berme deb aldım. Aqımızga kirib baqding, ya aqbidi u. Vafkam olimga deb baqding, Zumratga deb baqding. Abdaliya asınga berme. Vay senin pulun kerak emas. Biz qaralaymiz özimiz. Biz torga chiqib qolay. Yana bir gapni qilib qo'y. Zumrat adash. Torda Abdaliyasının gapini ancha-muncha qilishniki sababi qarindoshlar. Shunchalik baylar bor, shunchalik tashkilotchilar bor, shunchalik narsalar ashada bika yetib to'kilib ketyapti. Mushu balg'i nim qilib qo'ysanglar-chi, Zumrat adashga pul bersanglar mumkin emas, olmaydi. Menmi hozirgacha pul berib, yo'q fikam, ash kunduz ash o'zininkiga o'rang deb, mushininkiga onda ro'z Ramazonlarda o'ng qo'l bergan Xudoyim so'ng qo'l bilmasin deydi. O'zininkiga o'rang deydi. Adam ma kim mandaq pul bermadi desam, yo'q fikam o tashkilotchiga bo'lmaydi deydi. Adam ma kim pul bermadi desam, yo'q fikam uninki bir u yerda bu yerda yurgan o o'zimiz gap kelgan ishni qilmaydi deydi. Ha bo'ldi deyman. Shu ubalni chiqib unda degini bizning tilamchilik qilganimiz emas, jinim qarindoshlar. Bizning tilamchilik qilganimiz emas. Bizden yetidu biz qarab ketalaymiz. Abdaliyasınga Xudoyim bo'lsa Türk pasporti chiqsa inshaalloh yaxshi niyatli kishilar qilib bo'lmaydi. Hukm davlatga o'tkazib o'timiz. Bir ko'chadagi tamoq yegan odamni mushu Zumrat tursin adimiz qilmaganmiz kim qiladi desdan dapaqa. Uyg'urning vijdoni mushu. Ash Adil Seytovdan tatib ishchingdagi kichik 15 gram chiqmaydigan mashinada kesmagan purilib qolgan narsani tatib rasm tatib avatibsa ko't. Xotiningga yoqmagan narsani. Aşağıdaki Türkiye'dekiler evet ekansa, ayol chiqib 4 yildan yoq mustaqillik, ma da'vo setilib ketgan, ma da'vo yag'an biz har xil töhmatlar, batnomlar, bollari. Voy, yishnimiz qamidi. Biz sen haqdan bir pul so'rab, yani bir nima so'rab qilmadi, podaq. Yelizayti, Mirzayti, men anglayman, sen meni shumliq deganingni men ismingni chaqirib dalalayman. Sen kelsang yasayman deb ketibsan, men tushib bo'g'icha butun narsangga sen meni tillagan, yozgan hamma narsang tomg'a deganni urib, Amerikaning State Department mushu nima konsuldan urg'uzib, advokatlar ishxonasidan urg'uzib, tamoyishdan ma odamni o'ltamayotgan Amerikaga kirsam deb chegara saqchilig'i beryapman. Xayr. Ba'zi ishlarning sen maxfiyatlikka bo'ladi. Mushunchiliklarni bilib qo'ysang bo'ldi. Sana jiq narsa bilishning o'rni yo'q. Shuningga qarindoshlar Bilal Ibrohim Turkistonninki ma ishlarda ma bali nimanda og'izni buzib ketdi deb ketdi. Qanday qilamiz qarindoshlar? Og'izni buzmay qanday qilamiz deb ketdinglar. Qanday qilamiz? Nima qilamiz deb yaxshi gapni deb baqdiq. Unda qilma deb baqdiq. Desak, ash Gollandiyada necha og'aylarimizning ayolsi kirdi. Anam degan Ilzat Mirzat Masang deb qo'y o'tganda 0031 degan nomerda iliq qizingni birsi haqoratlab qildi, u men emas, tushundingmi? Iliq sen aydis deydigan shu. Iliqninki Norvegiyadagi iliq qurultaydagi Jning eri, tushundingmi? Tushliq qo'y. Shu qo'y menga yon bosgan bo'ylib turib, voy biz g'oljiliklarni tushliq qo'y. Bilasan qo'y kimligini? Shu yezib sening qizingga haqorat qilgan u. Tushunding? Sen mening ota-onamga haqorat qilgachqa, men sening ota-onamga haqorat qildim. Do'zaxda kuysin dedim. Bechar bolani imomni tillagandan keyin. Ammo sening qizingni men ro'z kun turibdi. Men seni qo'qqilma emas-chi, men sen mening javobini berib o'tay. U 0031 degan Gollandiyaning nomeri, tushunding? Men hayotimda unday qonunsiz ishlar qilmayman. Men 5-yilda Gollandiyaga borgan chaqda, Danxaqdagi saqchiqonning adresini menga berdi. Berg'ayaninki. Asha kirgan chaqda men Odil Chinar Mavoylaqa Saydi Hamdullah, mushu Nejatninki, mushu atishliq kuniki, mushiniki 3-ninki delosini men turg'izib etib, anaqdan keyin o'zimdan qilgan ishlar bor. U men emaschi-mi? Men sen deb qo'yay. Sening qandoq pul yo'tkaydigan, qandoq pul juydigan. Ajab qilib ketding, ajab qilib ketding, ash Bilal kamga. Bilal kam ajab qilib ketding, Ramazonda ayol qilib ketding. Tunagan tilingni aldingmi? Go'y. Podaq. Shunda bo'ladi.
Şu qarindoshlar Bilal akam şu içim ağrıydı. Bana kimning ichi ağrıydı? Bana Allah'ın ichi ağrırsın. Hammalar deydigansizlar ağzını buzma ağız. Ya qanday qilamiz ya? Bizning bir imomimizni so'ltibassa, bu Amerikada nurg'unlagan Xitoylar ketib-ketdi. Ya o ağzını yaman qılan birini yazan o özün şahsi mışınçılık kişi o vatan millet satmadı, dinini satmadı, Suriye'ye adam satmadı, o insanın xunuğu kırmadı. Şunun için biz onun etrafında paybitek olup cinim aka deb yüreklerimiz kuyup, gözümüz kan yaş tutulup gitti. Biz yaş görümüz şu hakimiz şu derecede. Hem de aşınanga meygi çıksak, şunu Abdülaziz'nin kayına kirip, yağan nesle kirip, kurultayına kirip tilişamsa. Ya müş Rabia Qadir özünün sabdaşlarını mı sitibettin ha kurultay deyilibetken yaxşıp da 2000 dollarlık aylığı. Hem sen haqqı tegingdan oynaysa aylıqı 7 kirimcha. Aның deken Abdülaziz degan latığılap koy. Aşı çöpçü qulcılıqla ondaq deb çöpçü qulcılıq olsunmu? Gülşen Abdülqadir 3 ay ajab patriotta turmagan seni. Vay yetib chiqib azroq ilaqanim qilib qapti ekansa. Yani bize ilaqi nimani eshib qapti seninki xoriging meyaga kelib qapti. Yani xorigingni azroq kesib o'tish kerak seninki. Tushundingmi? Şu goroz olsaqmi, şu qonun yo'lini tutib, şu Gülşen Abdülqadir adamni beribdi-ki. Şu ayolg'imi nochga bog'u. Men ishning tegi-taktini bilmay turib, manda olib turibman. Asli sen latkansa bog'u. Asli nachar tuzkur nima ekansa. Kanadada mı seçip ketken nima ekansa. O'zing yalnız hech kim araganmaydi-ki Abdülaziz süvarak deb. O'zingning ayolingni, o'zingning balalarini, ikki balangni jalab qilib, şu Zeynora deganni ashnon bilanmi nim qildim deb, haqorat qilib, tuhmat qilib, ayolg'imi qamag'anlaring qamay. Xudoyim, mening qo'limga chipsa mana. Seningmi vatandan 2018 yoshirincha qaysi yo'llar bilan xotinlaringni akelding, qizlaringni akelding, u qizlaring hozir qayerda? Boshqaramay qizlarim tapberinglar deb yeri chakillab yuribsa, sen qizlaringni topolmagan bo'lsang, men senga tap beray, ina adreslarni deb beray. Cuma men senga yordam qilay. Sen menga bakarak tahdid sol, tushundingmi? Men mayalik odam 2 soat kuchiman. Tushundingmi? Ajrashqanga chidamay xotiningni tanlab, erkakdek bo'lyap, men o'ynagan jamiyat bu. Va jamiyat o'ynag'ich kirib, va o'ynagan qo'noqni yap biz kichik vaqtimizda adlarimizda qo'noqning nemisini serib, oqchaylam o'ynaymiz deb qo'chaq yasatdik, kirib ashna o'ynaganamiga, bu supermarket kirib qo'noqdan bir elib suvda qayt yapib, bundoq o'ti sarang o'qib qolsa, sen bog'o sarang kelsan sen. Hamma damni tillab. O'qimagan qarqo'saq ko'y. Va sandak uyg'oqcha ashlat qizini berib, 2 bal tug'paganga rahmat ta'zim etsan bo'ldi ya go'y. Oshxonangni chiroyli qurib, oilang ashadimi, Xongbingdagi oshxondami nim qilmay ashadimi chikitibsa, numussiz go'y. Ajinda gaplar qarindoshlar. Boshqa gap yo'q, shu achchiq Bilal akamning achchig'iga chidamay ketyapmiz. Xudoyim buyursa bu ertagunga chiqib qoladi. Ana degan o'ylaqa ko'chmalar idorasiga o'chirti kapta emasmi? Tey qalpoqlari elinib, hozir Amerikaning ichida jumhuriyatchilar chiqib, yaxshi partiyalar hozir shu Trump apandining partiyalari kuchlanib, Bilal akamning burun qilgan narsalari, mala olim setutlar, Umar Qanotlar, mushlar tey qalpoq qilgan u eptashlanib, endi bir immigrationdan bir ashpalniki bir Uyg'ur o'simi qog'oz ilibas nim bo'pti Rabia Qadir quzat oltadigan munofiq qaramli bo'lgan Xitoyning pushti tatayninki Izzat Mirzat degan sening xotiningning opsimi Xitoyga emasmi asli? Ash bichara xotinlarni solab berdi ekansa, Tokatay degan Qarim Abdulla Haq degan kurdlarga Uyg'ur qizlarni haftalik nikoh qilib solab beribsa, adam bo'lmaydigan go'y. Şu Amerikadagi jamoatni boshqarmada bichar qiz o'g'illarni, xalqning bolallarini yig'iltib, yotqonga solab berib, demokratlarga chiqib, sen xalqmi odam, nereden tushgan go'ylarsan xalq, nereden tushgan, onang tuqqanmi yo, cho'shqi qo'tindan beqilinganmi yoki lanjodan yoki jungdan qaydin beqilingan yetishtirilgan shaytonlarmi qaysi?
Ya aşınçilik derecede xalqqa zulm qılamsa, dava qıvatmada, appağının davasını qıvatamsa. Ha? Qine bu davarın qıqan biz 70 yılına yaqın demeyli ama yaqqa. Qine ma 20-30 yıllık davarın qine. Endi jeniz qıp beripsa, abtonom talab qıp beripsa, çoğun iş qıp beripsa. Ana Gıngşuan, onun aldığı 2017'lerdeki Xi Jinping eptaşlar etmezdi. Çavlayacağım, ilak çimçik ayal. Aşla dedi o, Amerika mı aynı vaxtıda Indiyalan ötəgən, Avustraliya mı əbircillağı müştaq qıған. Lekin biz, manda qılıvatmız da bilək, oxşaş formini kedir qoyub, say qoruvatqan, onu qoyatqan. Biçar xalq ne, 12 muqamın ba, müqaddas İslamın va, mıngжылық dilyariyana tarix, loğatların ba, esil ənənin va, akirib, aşı kategoriyayı tıqıb qoydun ma? Aşı yerli xalq olsa, çətallik ki, Xitaylarmı nima deb shu yerli xalqqa kirmaydi onda olsa? Sharq Turkiston Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining ayrilmas bir qismi deydi ekan. Nima deb ularning davisi indijeni solib biz bilan talashmaydi? Biz bilan shu yan talashmaydi. Nima deb bizni shu joyga indijeniz qilib qo'ydi? Nima deb Tabazani qurib qo'yib ashad usloyintida 4-5 tanlarni ochib qo'yib? Nima deb Qashqarda bir rayonni ashta qilayotgan qolgan piti yana ravaq qilayotgan bayroq to'ldirayotgan? Anondaki onu doyularga chiqarib berdi, sen madaniy qirg'inchilik deb o'ynaysan. Madaniy qirg'inchilik deb oyoqdan Xitoy pas chiqarib berdi. G'uljida mela Qozonchi degan, Kuyinchi degan aşı bir rayon qolgan, mahalla qolgan hammalar chiqib egiz binolarni silayotgan. Bu bizga egiz binoning kerak yo'q. 40 million odamlarga u zimindagi u boylik bilan manda qiqqas yashaydigan millat biz asli. Sen xalqninki qo'lidinki, sen xalqning niyatining yomonligi bilan mushu kunlarni ko'rib ketib boramiz biz. Ya bizning aramizda Bilal İbrahim Turkistonning ya bir Xitoy urmasa, ya bir Xitoy bir nima demasa uni, ya Xitoy o'zimizning Uyg'urlar qildi-ku qarindoshlar. Ya erkakchisiga mushni attingmi, yedingmi bo'ldi. Yana keyindan saqchi chaqirib terrorist bu undaq deb ashaladi o'ltirib axlatdan tashvat deb. Jo'yoyodin kim baq o'qira har qandaq aeroplanninki, har qandaq masjidninki, har qandaq cherkovniki, har qandaq yerda security kamera deydigan narsa bo'ldi. Meni bilib berish. Saqa bilmay ekansan, men poyezdda ishlagan. Tushunishdingmi? Qandaq yerda bo'ladi, qandaq yerda bo'lmaydi, men bilmayman. Har qandaq ish chiqsa uni bir osmondan tashirmaydi ichidagi narsani. Bunda bir yerlar qo'yib qo'ydi, Shvetsiyaning o'rmonning ichilaridan bor. O masjidning hamma atrofida kamera bor. Qini kamera deb. O kamerani amiyak bekitib qo'ysa, o chang ko'rindiga bekitib qo'ysa, qana jinoyat qilsa, saqchimi ishlash kerak-da, pul tepish kerak. Hamma odam angliq, qonunliq, rayli qilib qolsa, dunyoga saqchi nima kerak? Xudoyliqi ya bizning davoniyligi yolg'on davoni ayol Uyg'urlarni terror qilib qo'yib, mayada sizlar da'vo qilib shuganga o'xshash shunda dunyoning qonuniyati tushmagan qo'ylarmi? O'xshash. 28-16. Shunga qarindoshlar ko'zimizni ichib o'taylik, unda qaraymiqan meni tillanglar, meni qancha tillasanglar mayli, ota-onamga kirib tillasanglar mayli bo'pti. Lekin ma ulug'ay ulug' keladi, Bilal İbrahim Turkistoniga unda haqorat qilmanglar qarindoshlar. Hergiz unda haqoratlar qilmanglar. Ashu haqorat qilayotganlar hammasi ashu Nuri Tulkining inisi tömürni so'rab mushtaq oldiga kelyapti. Kamma oldimga tug'di hukama mana men tatib oldim mana meni oldim kamma desa sen meni urding'u dalanmayapti. Tömürni so'rab kelyapti. Texi avi ablaz chiqib Robiya onamning inisi yuvashdi. Voy anangga yuvash bo'lsa masjidda jidal chiqaramdi unda bo'lsa Robiya onamning inisi yuvash bo'lsa masjidda jidal chiqaramdi. Mushunda ishplaschiqlar Uyg'ur degan unutqaq millat. Uyg'urga biz doim chiqarib Facebookga chiqarib turmiz mustaqillik, erkaklik. Biz unutqaq millat, hissiyatchan millat. Koreyaning kinosi ko'rsakmi yig'lab ketadigan millat biz. Bizning hissiyatimizdan bak o'ynab ketdi. Bizningki hissiyatimizni o'ynab mushu kunga qo'ydi bizni. Naqshsulchi millat deb. Mishadimi shu? Daqdum baq madaniyat festivali abo mavo. Rabiya Qadirning kuyi qildi. Mushatdi shu beshitishni. Shu bal atmasa shu yerga chaqirib maqsadlik akamisa, shuni qilmasa
Oturup öylep anondaki neylik Rabia Kadir Türkiye'deki iqtisadi acizlarga onun 5 dolar, bunun 100 dolar, onun 200 dolar. Bizden pulni yig'ib jidim qeyrindoshlar. Men go bermayman go bu momayga hozir. Qayra momayga. Eylaqi nimada ko'rindi ko'zimga desang ayliq vukonga kirib chiqadigan ayliq. Anamni kelinglar des. Qiliq bir sibaga ayliq zambilda o'tirib qolgan. Qayra dedi o vukon kelib, jalabda birni qo'yib urib chiqib, mushni mashta bir mashinalar kelib, gomni so'qib oyoqqa tushiribmi demoq momayni. O'labmi ketmading, Zümrət edimiz qavranga bezichi chitmagan bo'lsa, qara sivitma aramdan bo'lgan jalab. Qavranga. Pichoq suңaqdan o'tib ketdi men sana deb qo'yay. Sening topgan ishlaring musha hammasi. Şu balan açta qildi, tillayma. Sizlar meni tillanglar. Bo'z ikra ichib tillanglar. Yetishime ammolarga 8 oy bo'ldi, har qandaqiga yetishyaptimi? Biz ash xalqdan pulni yig'ib, haqiqiy da'vochilarga, Solih Xudoyerning qancha qitim kirgizyapting? Balninki, datanisininki iqtisodiy ahvol yaxshi. Shirkatlari o'zlarining uylari shunday katta turmushlari bor ekan. O'zi chiqib, o'zi kirib, shu nima ishxonaga akavilab, ash xotinlarni, ash ishxonaning xotinlarni ashtim qilib, ular yepishgan bo'lib, shu balg'im nima kunlarni ko'rsatyapting, munofiq jodigar. Endi zaharli qo'lingni 40 million xalq sunib bo'lib, Solihga, Dilyarning oilasiga tillab, Hamidlar orqali. Men bu temalarga kirmay, bu oilaviy jitallar o'z Dilyarlar bir taraf qilishni biladi, sud qonun orqali. Mushu nimalarga mushu Bilal kamlarga mushu hammasiga ashundaq zararli qo'lingni sunib, xotinlar deganni majburlab seni 12da mayada birisi ashta yazafkan mavi jalab xotinni desa nemish kitlaysan sen buningdek rasvo nima yo'q bu fikam sen bilmaysan hayotda bizni yerin qilibdi desa yerin degani yavoy odam degan ekanda dalanmagandan keyin biz bilmagandan han so'chlab yerin qilibdi desa bu nima deydiganda deb menkanman yazafkan tillari bu desa men texi ashta seni esil bir ayol deb men ashta ishchilarim meni uvinib ketdi men ayolga nima qilganda seni asli biladigan sabdoshlaring qanchalikligingni Şu qarindoshlar qaqshab qoldim. Ko'ngillarga ketgan yerlar bo'lsa, ko'ngillar ammanglar. Arabim indigenis. Sen xapalar o'tirib qon qusib ulab ket. Sana Ramazon deyman, Ramazondan keyin yetlar tukkandan keyin shu o'tirib bir yomon kunlarga bir nim qilib ulab ketasiz. Ammo Ramazonda ulab ketsang 40 kun, 30 kun farishtalar so'ramaydi emasmi? Damiyada bo'lsa. Bevas pilsirab ko'rgidan o'tmay bevasni tushib ketay bo'ldi sana. Ashim Xudoyimdan Mamatillay mush xotinni ko'ydirgan ishim bo'lsa, ulug'allar, men mush xotinga o'tin bo'lib beray deyman-ku dunyoga qo'yib. Ya jonim Alloh, mushta qilib ketdi mush xotin. Mush xotinni ko'ydirgan ishim bo'lsa, men mush dunyoda, u dunyo, ma dunyodami ko'ydim. Dunyodami bizden köyaymış xotinni kuchliroq ko'ydirish uchun jinim Alloh meni bir o'tinning o'rnida ishilta deb men deyman va sening dozig'ingning o'tinni kuchaytirish uchun bo'lsa-mi men Xudodan mush narsani talab qilaman. Ko'zimdan yosh chiqsin Xudo meni ko'yda, ko'zimdan chiqqan yosh benzin o'tni yana bir kuchaysin, suңaklarim o'tin bo'lib yana bir kuchaysin deyman. Alloh senga nima balo bersa, axliq Rabia Qodir. Sen unchalik millatning nazaridagi ulug' ana u emassan. Ben dedim-ku, ma'naviy javob bo'lishga yaramaysan sen deb. Bo'pti, qarindoshlar, Allohga omonatunda bo'lsa, og'zingni buzma deganlar buzima. Cho'nglar, cho'ngdadlarimiz, cho'ng apalarimiz, xohlamasanglar, ko'manglar, men sizlarni zo'limidim, morab turib, patchap bilan deb qo'yib turib ishlayapman-ku. Patchap bilan qarab turib ko'rdikansizlar. Anglsam texi, hozir bir qiladigan ish yo'q. Voy tuzak narsaning tayini yo'q. Voy Zumrat bilan to'g'liqnikini quloqqa o'shavan arjin tiqib qo'yib ish qilgan, anglab qilamiz deb. Bizning o'yinimizni ko'rayotganlaring,
Xitoy ertugün ishigini tip kirib pilomet bilan qirib chiqdi. Bizninkiga teganmaydimi hisob oladigan deb. Ölüp ketmesek bizninkiga teganmaydi aldığı chiqqanlarnikiga. Sandak qo'ylarniki o'yin ko'rayotgan, mushuni qilganlarnikiga ishigini tip kirib pilomet qo'ydi. Ya'ni shunday vaqtda yig'lab bizning oldimizga kelsa. Biz sana hayvon bo'lsak bo'lamizki, sana yana o'g'ri qolmaymiz. Biz Uyg'ur. Xayrli bo'lmasak, ammo o'yin ko'ma. Xalqning kitobini bak o'qib ketma. Seninkini nima o'qiydiganlar chiqadi. Tushunding? Mana ekan. Bo'pti qarindoshlar, Allohga omonat, omon bo'linglar. Bilal akamga duo qilib qo'yinglar. Bilal akamga og'ir duo qilinglar. Ash qattiq qiqas qaynoq suv yeb, qo'mpon deganlar og'ir shodu qilib shu. Mandan so'qaq suv chaqilib qo'ymay, ravrus yeb, shu go'ylar. Ammongo shu chalı go'ylar shunda bo'lsin. Ravrus duo qilish abalaga.